Ertalab erta turib hech kimni uyg'otmay, choy ham ichmay ishga ketayotgan endi otam emas, menman. Qachon bolaligim tugadi bilmadim. Qachon tashvishlar boshlanib ketdi ham sezmadim. Kecha hali men himoya kutadigan bola edim. Bugun esa kimningdir tayanchi bo'lib qolibman. Men qachon ulg'aydim o'zi? Qachon o'zimni emas, boshqalarni o'ylaydigan odamga aylandim? Qachon istagimdan oldin majburiyatlar turadigan bo'ldi? Ba'zan ichimda hali ham o'sha bola yashaydi. Charchaydi, qo'rqadi, dam olishni xohlaydi, hammasini tashlab ketgisi keladi. Lekin endi bularga uning haqqi yo'qdek. Mayli. Endi ishga boray. Chunki hozir boshqalarga suyanchiq bo'lish kerak bo'lgan odam menman.